Hurmatli tomoshabinlar, barchangizni kanalimga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga shunday muhim bir ma'lumotni yetkazish uchun shu yerda turibmanki, bu ma'lumot sizning yaqinlaringizning yoki butun oilangizning hayotiga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Agar siz 65 yoshdan oshgan bo'lsangiz yoki oilangizda, atrofingizda shunday yoshi ulug' insonlar bo'lsa, iltimos bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Chunki hozir gapiradigan hujjatga arza berish vaqti cheklangan bo'lishi mumkin va u sizning huquqlaringizni ta'minlash, hayotingizni sezilarli darajada yengillashtirish va qo'shimcha imtiyozlarga ega bo'lish uchun juda katta ahamiyatga ega. Bu shunchaki ma'lumot emas, bu sizning ertangi kuningiz uchun muhim qadamdir. Vaqt o'tmang. Hoziroq ushbu videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Toki bunday muhim ma'lumotlarni hech qachon o'tkazib yubormaysiz. Muammo markazi avvallari qanday edi va hozir nimalar o'zgardi? Aziz do'stlar, avvalambor shuni tan olishimiz kerakki, avvallari yoshi ulug' insonlarimiz uchun davlatdan turli xil yordamlar, imtiyozlar va albatta pensiyalar olish jarayoni ba'zan murakkabliklar bilan kechardi. Ko'pincha keksalarimiz har bir imtiyoz yoki yordam uchun alohida idoralarga borishlari, uzoq navbatlarda turishlari, bir necha xil hujjatlarni to'plashlari shart bo'lgan. Misol uchun, pensiya uchun bir joyga, kommunal to'lovlar uchun imtiyoz olish uchun boshqa joyga, bepul yoki imtiyozli tibbiy xizmatlar uchun esa butunlay boshqa tashkilotga murojaat qilishlariga to'g'ri kelardi. Bu esa jismoniy jihatdan biroz ojizroq bo'lgan bobo va buvilarimiz uchun katta qiyinchiliklarni tug'dirar edi. Ba'zida bir imtiyozni olish uchun shaharning bir chetidan ikkinchi chetiga qatnash, hujjatlar yig'ishdagi bosh og'riqlar, turli shaxslarni to'ldirishdagi xatolar va tushunmovchiliklar ularning sog'lig'iga ham, ruhiyatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatardi. Eng yomoni, ba'zilar bu qiyinchiliklarga chidash o'rniga shunchaki qo'l siltab, o'zlariga tegishli bo'lgan imtiyozlardan foydalanishdan voz kechishardi. Ular kerak emas shuncha yugur, bir tiyinlik narsa uchun shuncha ovora bo'lib yuraymi degan fikrlar bilan o'z huquqlaridan mahrum bo'lib qolishardi. Ammo xushxabar shundaki, bugungi kunda bu vaziyat sezilarli darajada o'zgarmoqda. Davlatimiz yoshi ulug' insonlarimizning hayotini yengillashtirish, ularga ko'rsatiladigan g'amxo'rlikni zamonaviy texnologiyalar yordamida optimallashtirish yo'lida katta islohotlarni amalga oshirdi. Endilikda barcha shu qiyinchiliklarga chek qo'yish, turli xil imtiyozlar va yordamlarni bir joydan, bitta hujjat orqali olish imkoniyatini beruvchi yagona tizim yaratildi. Bu tizim aynan mana shu yangi hujjatni olish bilan bog'liq bo'lib, u yoshi ulug' insonlarimizning hayotini tubdan o'zgartirishga qodir. Bu o'zgarish nafaqat qulaylik yaratadi, balki byurokratik to'siqlarni olib tashlab, har bir kexamizning huquqlari to'liq ro'yobga chiqishini ta'minlaydi. Endi ular shunchaki birgina arizani to'ldirib, birgina hujjatga ega bo'lish orqali ko'plab eshiklarni ochish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu ularning hayotida katta yengillik, tinchlik va eng muhimi davlatning ularga bo'lgan g'amxo'rligining amaliy ifodasidir. Asosiy qism bik. Batafsil tahlil nimalarni bilishingiz kerak, kimlar xavotir olishi kerak va kimlar xavotir olmasligi kerak. Demak, hurmatli tomoshabinlar, gap qaysi hujjat haqida ketayotganini tushuntiraman. Bu ijtimoiy himoya kartasi deb nomlanuvchi maxsus elektron karta yoki shunga o'xshash barcha ijtimoiy imtiyozlaringizni bir joyga jamlaydigan sizning shaxsiy oltin kalitingiz bo'lishi mumkin bo'lgan hujjat haqida. Ushbu karta nafaqat pensiyangizni oson olishga yordam beradi, balki kommunal to'lovlar, jamoat transporti, dorixonalarda dorilar xarid qilish, hatto ayrim tibbiy xizmatlardan foydalanishda ham sizga maxsus chegirmalar yoki imtiyozlar beradi. Bu kartani olganingizdan so'ng siz ilgari alohida murojaat qilishingiz kerak bo'lgan barcha joylarga bitta hujjat bilan borishingiz mumkin bo'ladi. Endi esa kimlar bu haqda qayg'urish kerakligi va kimlarning xavotirlanishi shart emasligiga to'xtalib o'tamiz. Kimlar albatta bu hujjatga ega bo'lishi kerak? 1. Barcha 65 yoshdan oshgan fuqarolar. Agar siz 65 yoshga to'lgan bo'lsangiz yoki tez orada shu yoshga kirsangiz, bu hujjat aynan siz uchun yaratilgan. Bu karta sizning yoshingizni inobatga olgan holda maxsus imtiyozlar va qulayliklarni taqdim etadi. Hatto ayni paytda siz hech qanday jiddiy imtiyozga muhtoj emaslik tuyulsangiz ham, kelajakda uning foydasi tegishi shubhasiz. Masalan, kutilmagan sog'liq muammolari yuzaga kelganda, bu karta sizga dori-darmon yoki tibbiy xizmatlar uchun katta tejash imkoniyatini berishi mumkin. Bu shunchaki bir plastik karta emas,
Bu sizning shaxsiy himoyangiz va qulayliklar garovidir. 2. Pensiya yoki ijtimoiy nafaqa oluvchilar. Agar siz hozirda davlatdan pensiya, nogironlik nafaqasi yoki boshqa turdagi ijtimoiy yordam olsangiz, bu karta siz uchun juda muhimdir. U sizning barcha to'lovlaringizni yagona tizimga birlashtirish imkonini beradi. Shunda siz har oy pul olish uchun har xil idoralarga borishga majbur bo'lmaysiz. Bu kartaga pensiya bevosita tushadi va siz uni istagan bankomatdan naqdlashtirishingiz yoki do'konlarda to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Bu ayniqsa jismoniy imkoniyatlari cheklangan yoki yoshi bir muncha kattaroq bo'lgan insonlarimiz uchun hayotni ancha yengillashtiradi. O kam ta'minlangan oilalar a'zolari bo'lgan keksalar. Agar siz kam ta'minlangan oilada yashasangiz va 65 yoshdan oshgan bo'lsangiz, bu karta sizga qo'shimcha ijtimoiy yordam dasturlariga kirish imkoniyatini beradi. Davlat tomonidan ajratiladigan moddiy yordamlar, oziq-ovqat yoki kiyim-kechak subsidiyalari kabi yordamlar aynan shu karta orqali amalga oshirilishi mumkin. Bu sizning oilaviy byudjetingizga sezilarli darajada yordam berishi, oylik xarajatlaringizni kamaytirishi mumkin. Kimlar xavotir olmasligi mumkin, lekin baribir olish tavsiya etiladi. Biri hozirda yetarli moliyaviy imkoniyatga ega bo'lganlar. Agar sizning shaxsiy moliyaviy ahvolingiz yaxshi bo'lsa va hozirda davlat yordamiga muhtoj bo'lmasangiz ham bu kartani olishni tavsiya qilaman. Sababi hayotda har qanday vaziyat yuzaga kelishi mumkin. Kutilmagan kasallik, boshqa kutilmagan xarajatlar yuzaga kelganida bu karta sizga juda kerak bo'lishi mumkin. Masalan, tibbiy xizmatlarga chegirmalar yoki dorilarni imtiyozli narxda olish imkoniyati sizning katta xarajatlaringizni tejaydi. Bu shunchaki ehtiyot sharti, sizning kelajagingiz uchun kichik bir sug'urta polisi. 2. Boshqa turdagi maxsus davlat yordami oluvchilar. Ba'zi fuqarolar allaqachon juda yuqori darajadagi maxsus davlat yordamlarini olib kelishadi. Masalan, 2. Jahon urushi qatnashchilari yoki ularga tenglashtirilgan shaxslar. Bu karta ularning mavjud imtiyozlarini bekor qilmaydi, balki ularni to'ldirishi yoki yangi qulayliklar qo'shishi mumkin. Lekin umuman olganda, ularning mavjud himoyasi allaqachon yuqori darajada bo'lgani uchun ular ushbu kartaga nisbatan kamroq shoshilishlari mumkin. Shunga qaramay, buni olganingiz sizga faqatgina qo'shimcha qulayliklar beradi. Hech qanday yo'qotish bo'lmaydi. Endi esa ushbu karta sizning hayotingizda qanday amaliy o'zgarishlar keltirishi haqida aniq misollar keltiraman. Bir misol pensiya oluvchi buvijonimizning qiyinchiliklari va yengilligi. Farhod opani olamiz. Farhod opa hamon yoshda. Har oy pensiyasini olish uchun banka borishi uning uchun katta qiyinchilik edi. Banka yetib olish uchun 2 xil avtobusga chiqishi, avtobusda tiqilinchda turishi. Keyin bankdagi uzoq navbatda kamida 1-2 soat o'tirish kerak edi. Ba'zida esa pensiya kuniga to'g'ri keladigan muhim uchrashuvlarni bekor qilishga majbur bo'lardi. Farhod opa ko'pincha pensiyasini olgan kunning o'zidayoq juda charchagan holda uyiga qaytardi va bu uning sog'ligiga salbiy ta'sir ko'rsatardi. Eng yomoni u pulni sumkada olib yurishdan xavotirlanardi. Chunki o'g'ri qaroqchilar yoki yo'lda pulni tushirib qo'yishdan doim qo'rqardi. Endi Farhod opa ijtimoiy himoya kartasini olgandan so'ng uning hayoti tubdan o'zgardi. Har oy pensiya avtomatik ravishda kartasiga tushadi. U endi bankka borishi shart emas. Mahalladagi bankomatdan istagan vaqtida o'z-o'zidan naqd pul yechib olishi mumkin. Do'konlarda esa to'g'ridan-to'g'ri karta orqali to'lovlarni amalga oshirishi mumkin. Shuningdek, ushbu karta orqali u jamoat transportida bepul yurish imtiyoziga ega bo'ldi. Bu esa avtobusga chiqishdagi pullik to'siqlarni butunlay bartaraf etdi. Farhod opa bir oyda transport uchun ketadigan o'rtacha 7 million so'mdan 7 million so'mgacha pulni tejab qola boshladi. Bu uning uchun sezilarli yengillik bo'ldi. 2 misol: kommunal to'lovlardagi tejamkorlik. To'g'ri aka yetim yoshda. U yolg'iz yashaydi va har oy kommunal to'lovlar, ayniqsa qishda isitish uchun katta summalarni to'lashga majbur bo'lardi. Uning pensiyasi har doim ham bu xarajatlarni to'liq qoplamasdi va To'g'ir aka doim biroz qiyinchiliklarga duch kelardi. Ba'zan qarzga kirishga ham majbur bo'lardi. Ijtimoiy himoya kartasini olgandan so'ng To'g'ir akaga kommunal xizmatlarning ayrim turlari, masalan gaz va elektr energiyasi uchun ma'lum bir miqdorda subsidiya yoki chegirma taqdim etildi. Hukumat tomonidan belgilangan kvota doirasida To'g'ir aka elektr va gaz uchun ancha kamroq to'lovlarni amalga oshira boshladi. Bu unga har oy o'rtacha taqimida 1000 so'mdan 120 ming so'mgacha pulni tejash imkonini berdi. Bu tejamkorlik To'g'ir akaning oziq-ovqat mahsulotlari va boshqa
kundalik ehtiyojlariga sarflashi mumkin bo'lgan qo'shimcha mablag' bo'lib xizmat qildi. U endi har oy qarzga kirish haqida o'ylamasdan tinchgina yashaydi. 3 misol. Dori darmon xaridlari va tibbiy xizmatlardagi imtiyozlar. Manzura aya 6-7 yoshda. U surunkali kasalliklarga chalingan bo'lib, har oy doimiy ravishda bir nechta qimmat dori darmonlarni sotib olishga majbur edi. Bu dorilar uning pensiyasining katta qismini tashkil qilardi va bu Manzura ayaning hayotini ancha og'irlashtirardi. Ba'zan dorini sotib olish uchun boshqa xarajatlardan tejashga majbur bo'lardi. İjtimoiy himoya kartasi Manzura ayaga maxsus dorixonalarda dorilarni 15 fundidan 30 fundigacha chegirmada sotib olish imkoniyatini berdi. Bundan tashqari ayrim asosiy tibbiy tahlillar va maslahatlar uchun ham ushbu karta orqali imtiyozli xizmat ko'rsatila boshlandi. Natijada Manzura aya har oy dorilarga sarflanadigan puldan o'rtacha 100 ming so'mdan 120 ming so'mgacha tejashga muvaffaq bo'ldi. Bu tejalgan mablag' uning vitaminlar sotib olishiga yoki boshqa muhim ehtiyojlarga sarflashiga yordam berdi. Uning sog'ligiga g'amxo'rlik qilish ancha yengillashdi. Ushbu misollardan ko'rinib turibdiki, bu hujjat nafaqat moliyaviy yengillik, balki yoshi ulug' insonlarimizning kunlik hayotini sezilarli darajada yaxshilovchi. Ularga tinchlik va xotirjamlik beruvchi bir vositadir. Bu oddiy bir plastik karta emas, balki davlatning sizga bo'lgan e'tibori va g'amxo'rligining amaliy natijasidir. Shuning uchun imkon boricha tezroq bu hujjatni olishga harakat qiling. Asosiy qism 2. Qoidalardagi istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Har bir tizimda bo'lgani kabi ijtimoiy himoya kartasi dasturida ham ba'zi istisnolar. E'tibor berish kerak bo'lgan tuzoqlar va noaniq nuanslar mavjud bo'lishi mumkin. Ularni bilish sizni ortiqcha ovoragarchiliklardan xalos qiladi va jarayonni yanada silliq kechishini ta'minlaydi. Istisnolar. Ro'yxatdan o'tish joyi va doimiy yashash manzili. Bu kartani olish uchun sizning O'zbekiston Respublikasida doimiy ro'yxatdan o'tgan bo'lishingiz shart. Agar siz doimiy ravishda boshqa davlatda yashayotgan bo'lsangiz yoki O'zbekiston fuqarosi bo'lmasangiz, hatto 65 yoshdan oshgan bo'lsangiz ham ushbu kartani olishga haqqingiz bo'lmasligi mumkin. Ba'zi hollarda vaqtinchalik ro'yxatdan o'tgan shaxslar uchun ham cheklovlar mavjud bo'lishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, sizning rasmiy yashash joyingiz hujjatdagi ma'lumotlar bilan mos kelishi kerak. Agar sizning ro'yxatdan o'tish manzilingiz va haqiqiy yashash manzilingiz boshqa bo'lsa, bu kartani rasmiylashtirishda muammolar paydo bo'lishi mumkin. Masalan, Gulnora opaning pasportida Sirdaryo viloyati ko'rsatilgan. Lekin u so'nggi 10 yil davomida farzandlari bilan Toshkentda istiqomat qiladi. Agar Gulnora opa Toshkentda karta olishga harakat qilsa, undan Toshkentda vaqtincha yashayotganligini tasdiqlovchi hujjat yoki Toshkentda doimiy ro'yxatdan o'tishni so'rashlari mumkin. Bunday holatlarda avvalo ro'yxatdan o'tish masalasini hal qilish muhimdir. 2. Boshqa maxsus davlat dasturlari. Agar siz allaqachon davlat tomonidan taqdim etilayotgan juda yuqori darajadagi maxsus imtiyozlar paketiga ega bo'lsangiz, masalan, urush qatnashchilari uchun eng yuqori darajadagi pensiya va yordamlar. Bu karta sizga qo'shimcha imtiyozlar bermasligi mumkin. Chunki sizning imtiyozlaringiz allaqachon bu kartadan ko'ra kengroq va ustunroq bo'lishi mumkin. Ammo shunga qaramay, bu kartani olish sizga hech qanday zarar keltirmaydi. Aksincha, ba'zi xizmatlar uchun qulaylikni oshirishi mumkin. Masalan, ayrim do'konlarda yoki xizmat ko'rsatish shoxobchalarida aynan shu kartani ko'rsatish orqali tezkor xizmat ko'rsatish tizimiga ega bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun garchi sizga yangi moliyaviy imtiyozlar bermasa ham, ma'muriy qulayliklar uchun uni olish tavsiya etiladi. Yuridik shaxslar yoki xususiy korxona rahbarlari, agar siz 65 yoshdan oshgan bo'lsangiz ham, hali ham yuridik shaxs rahbari yoki yirik xususiy korxona egasi sifatida faoliyat yuritayotgan bo'lsangiz, sizning daromadingiz ma'lum bir chegaradan yuqori bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda sizga kam ta'minlangan oilalarga beriladigan ba'zi ijtimoiy yordamlar tegmasligi mumkin. Ammo pensiya va umumiy imtiyozlar kartaga yuklanadi. Ya'ni kartaning barcha funksiyalari sizga tegishli bo'ladi. Faqatgina daromadingiz yuqori bo'lganligi sababli aynan kam ta'minlanganlik shartidan kelib chiqadigan qo'shimcha subsidiyalardan foydalana olmasligingiz mumkin. Tuzoqlar va e'tibor berilishi kerak bo'lgan jihatlar. 1. Hujjatlarning to'liqsizligi yoki noto'g'riligi. Aksiya vaqtida ariza topshirishga shoshilib, ba'zilar kerakli hujjatlarni to'liq taqdim etmasliklari yoki ma'lumotlarni noto'g'ri ko'rsatishlari mumkin.
Bu esa arizani ko'rib chiqish muddatini uzaytiradi yoki hatto rad etilishiga sabab bo'ladi. Masalan, pasport nusxasi loyiha bo'lishi, fotosurat standartlarga mos kelmasligi, eski yoki juda kichik fotosurat yoki pensiya guvohnomasining raqami noto'g'ri yozilishi kabi holatlar yuz beradi. Shuning uchun ariza topshirishdan oldin barcha hujjatlarni bir necha bor tekshirish zarur. İki firibgarlar. Har doim shuni yodda tutingki, ijtimoiy himoya kartasini rasmiylashtirish davlat tomonidan bepul amalga oshiriladi. Hech qanday yordamchi yoki vositachi sizdan bu xizmat uchun pul talab qilmasligi kerak. Agar kimdir sizga kartani tezroq chiqarib berish yoki qo'shimcha imtiyozlar qo'shib berishni va'da qilib, pul so'rasa, bu holda bu firibgarlik ekanligiga shubha qilishingiz kerak. Bunday shaxslardan uzoqroq turing va tegishli idoralarga xabar bering. Masalan, mahallada qo'shimcha xizmatlar taklif qiladigan bir shaxs tezkor rasmiylashtirish uchun keksa kishidan 1 so'm talab qilgan. Bunday vaziyatda darhol davlat xizmatlari markaziga yoki bankka murojaat qilib, aniqlik kiritish kerak. 3. Muddat cheklangan imtiyozlar. Kartaning o'zi bir umrga berilishi mumkin, lekin unga biriktirilgan ba'zi imtiyozlar, masalan, kommunal to'lovlar uchun subsidiyalar yoki dorilarga chegirmalar ma'lum bir muddatga berilishi va keyin qayta ko'rib chiqilishi yoki yangilanishi talab qilinishi mumkin. Bu imtiyozlar hukumatning ijtimoiy siyosatiga qarab o'zgarishi mumkin. Shuning uchun kartani olganingizdan so'ng uning bilan birga keladigan yo'riqnomani diqqat bilan o'qib chiqing va qaysi imtiyozlarning qancha muddatga berilganligini bilib oling. Ba'zan yil oxirida subsidiyalar qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Noaniq nüanslar men. Kartani faollashishi. Kartani olganingizdan keyin darhol barcha imtiyozlar avtomatik ravishda faollashmasligi mumkin. Ba'zi imtiyozlar uchun qo'shimcha harakatlar, masalan, bankomatda PIN kod o'rnatish, kartani ro'yxatdan o'tkazish yoki davlat xizmatlari markaziga qayta murojaat qilish talab qilinishi mumkin. Kartani qo'lingizga olganingizda uni qanday faollashtirish bo'yicha beriladigan ko'rsatmalarni diqqat bilan o'rganing. Aks holda kartaga ega bo'lsangiz ham ba'zi imtiyozlardan foydalana olmasligingiz mumkin. Misol uchun, Mirjamol amaki kartani oldi-yu, lekin uni bankomatda faollashtirmagan. Natijada do'konda to'lov qilmoqchi bo'lganida muammo yuzaga keldi. Keyin bankka murojaat qilib, kartani faollashtirgachgina undan to'liq foydalana boshladi. 2. Ma'lumotlarning yangilanishi. Agar sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, masalan, familiyangiz o'zgarsa, yashash manzilingiz o'zgarsa yoki pensiya turining o'zgarishi, masalan, nogironlik pensiyasidan yoshga doir pensiyaga o'tish yuzaga kelsa, bu haqda tegishli idoralarga xabar berishingiz shart. Aks holda kartadagi ma'lumotlar eskirishi va imtiyozlaringiz bilan bog'liq muammolar yuzaga kelishi mumkin. Har qanday muhim o'zgarish bo'lsa, davlat xizmatlari markazi yoki pensiya jamg'armasiga murojaat qilishni unutmang. 3. Karta yo'qolishi yoki shikastlanishi. Agar karta yo'qolsa yoki shikastlansa, uni zudlik bilan blokirovka qildirish va yangisini olish uchun murojaat qilish kerak. Bu sizning mablag'laringizni himoya qilish va imtiyozlardan uzluksiz foydalanishni ta'minlash uchun muhimdir. Karta yo'qolgan taqdirda darhol kartani chiqargan bankning ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilib, kartani blokirovka qildirishingiz shart. Keyin esa yangisini olish uchun tegishli idoraga ariza bilan murojaat qilasiz. Bularni bilish sizni o'rtacha bosh og'rig'idan, asabiy taranglikdan xalos qiladi va ijtimoiy himoya kartasidan to'liq va samarali foydalanishga yordam beradi. Amaliy maslahatlar: tomoshabin nima qilish kerak? Aniq ko'rsatmalar: qayerga borish kerak? Qanday hujjatlarni to'plash kerak? Nima yozish kerak? Xo'sh, hurmatli do'stlar, barcha ma'lumotlarni o'rganib chiqqaningizdan so'ng, endi eng muhim qismga, amaliy harakatlar rejasiga o'tamiz. Sizdan aynan nimalar talab qilinadi? Qayerga borishingiz kerak? Qanday hujjatlarni tayyorlashingiz lozim? Bularning barchasini bosqichma-bosqich tushuntirib beraman. 1. Qayerga murojaat qilish kerak? Sizga eng yaqin joylashgan davlat xizmatlari markaziga DXM murojaat qilishingiz kerak. Bu eng qulay va samarali yo'ldir. Chunki DXMlar yagona darcha tamoyili asosida ishlaydi va ko'plab davlat xizmatlarini bir joydan olish imkonini beradi. Siz shuningdek mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limlariga ham murojaat qilishingiz mumkin. Ammo DXMlar xizmat ko'rsatish sifati va tezligi bo'yicha ustunroq bo'lishi mumkin. Ba'zi bank filiallari ham ushbu kartani rasmiylashtirishda yordam berishi mumkin. Ammo DXM ga borish eng ishonchli variant hisoblanadi. 2. Qanday hujjatlarni to'plash kerak?
ariza topshirishdan oldin quyidagi hujjatlarni to'plab, ularning asl nusxalari va nusxalarini tayyorlab qo'ying. Pasport, O'zbekiston Respublikasi fuqarosining pasporti yoki ID kartasi. Asl nusxasini ko'rsatishingiz va nusxasini topshirishingiz shart. Pasportingizning muddati o'tmaganligi va undagi ma'lumotlar aniq o'qilishiga ishonch hosil qiling. Agar yangi ID kartaga ega bo'lsangiz, uni taqdim eting. Agar pasportingiz yaroqsiz holatga kelgan bo'lsa, masalan, yirtilgan, yozuvlar o'chib ketgan, avvalo pasportingizni yangilashingiz kerak bo'ladi. Pensiya guvohnomasi, agar siz pensiya olayotgan bo'lsangiz, pensiya guvohnomangizning asl nusxasi va nusxasi talab etiladi. Bu hujjat sizning pensiya oluvchi ekanligingizni tasdiqlaydi va sizga tegishli imtiyozlarni aniqlashda muhim rol o'ynaydi. Agar pensiya guvohnomangiz yo'qolgan bo'lsa, avvalo uni tiklash choralarini ko'rishingiz kerak. Fotosurat. 3x4 o'lchamli rangli fotosurat. Fotosurat so'nggi 3 oy ichida olingan bo'lishi va standart talablarga javob berishi kerak. Masalan, yorug' fonda yuz qiyofasi aniq ko'rinishi. Ba'zi dayximlarda joyida fotosuratga olish xizmati ham mavjud bo'lishi mumkin. Ammo o'zingiz bilan olib borish doim yaxshiroqdir. Fotosuratning sifati kartadagi rasmning aniq chiqishiga ta'sir qiladi. Doimiy yashash joyi haqida ma'lumotnoma. Ba'zi hollarda garchi DXMlar ma'lumotlarni Ichki ishlar vazirligining ma'lumotlar bazasida avtomatik ravishda olishsa ham, ba'zi tumanlarda yoki murakkabroq vaziyatlarda, masalan, pasportingizdagi manzil eski bo'lsa-yu, siz uzoq vaqtdan beri boshqa manzilda yashayotgan bo'lsangiz, sizdan mahalla fuqarolar yig'inidan doimiy yashash joyi haqida ma'lumotnoma talab qilishlari mumkin. Shu sababli iloji bo'lsa, oldindan mahalla fuqarolar yig'iniga murojaat qilib, shu hujjatni ham olib qo'yganingiz ma'qul. Bu sizni kutilmagan ovoragarchiliklardan saqlaydi. Arizachi bilan birga bo'lish. Agar arizachi mustaqil yeta olmasa, agar 65 yoshdan oshgan fuqaro o'zi mustaqil ravishda dayximga borishga qiynalsa, masalan, nogironligi bo'lsa, kasal bo'lsa, u holda uning nomidan ariza berish huquqiga ega bo'lgan ishonchli vakili, qarindoshi, farzandi uning bilan birga bo'lishi yoki notariat tasdiqlangan ishonchnoma bilan murojaat qilishi mumkin. Bu holda vakilning pasporti ham talab qilinadi. O'sha arizani qanday to'ldirish kerak? DXMga borguningizdan so'ng sizga maxsus ariza shakli taqdim etiladi. Bu shaklni diqqat bilan va aniq to'ldirishingiz kerak. Quyidagilarga e'tibor bering. Shaxsiy ma'lumotlar. Familiya, ism, sharifingizni pasportingizdagidek to'liq yozing. Tug'ilgan sanangizni, jinsingizni, pasport seriyasi va raqamini, kim tomonidan va qachon berilganini aniq ko'rsating. Yashash manzili. Doimiy ro'yxatdan o'tgan manzilingizni to'liq yozing. Viloyat, shahar, tuman, mahalla, ko'cha, uy raqami. Kvartira raqami, bularning barchasi aniq bo'lishi kerak. Yuqorida aytilgandek, agar haqiqiy yashash manzilingiz boshqa bo'lsa, bu haqda DXM xodimiga ma'lum qiling. Aloqa ma'lumotlari, telefon raqamingizni, uy va mobil, elektron pochta manzilingizni agar mavjud bo'lsa, yozing. Bu siz bilan bog'lanish uchun zarur. Agar shaxsiy mobil telefoningiz bo'lmasa, farzandingizning yoki yaqin qarindoshingizning telefon raqamini ko'rsatishingiz mumkin. Ammo bu haqda DXM xodimiga ma'lumot bering. Maqsad: arizada sizning bu kartani olishdan maqsadingiz, masalan, ijtimoiy himoya kartasini olish yoki ijtimoiy imtiyozlardan foydalanish aniq ko'rsatilishi kerak. Odatda bu band oldindan belgilangan bo'ladi, lekin tekshirib qo'yish zarur. Imzo va sana, arizani to'ldirib bo'lgach, uni imzolashingiz va bugungi sanani qo'yishingiz shart. Imzo pasportingizdagi imzoingizga mos kelishi kerak. Jarayonning davomi. Hujjatlarni topshirish. Barcha hujjatlar va to'ldirilgan arizani DXM xodimiga topshirasiz. U hujjatlaringizni tekshiradi, agar kamchiliklar bo'lsa, sizga ma'lum qiladi. Kvitansiya olish. Hujjatlaringiz qabul qilinganligi haqida sizga maxsus kvitansiya beriladi. Unda arizangizning ro'yxatdan o'tish raqami va ko'rib chiqish muddati ko'rsatilgan bo'ladi. Bu kvitansiyani juda ehtiyot qilib saqlang. Chunki u sizning arizangizni kuzatish va karta tayyor bo'lganda uni olish uchun asos bo'ladi. Kutish muddati. Kartaning tayyor bo'lish muddati odatda bir necha ish kunidan 2 haftagacha bo'lishi mumkin. Bu muddat mintaqaga va DXMning ish yukiga bog'liq bo'ladi. Kvitansiyada ko'rsatilgan sanagacha kutishingiz kerak. Kartani olish. Karta tayyor bo'lgach, sizga SMS xabar yuborilishi yoki telefon orqali xabar berilishi mumkin. Kvitansiya va pasportingiz bilan DXMga qayta borib, tayyor kartani olib ketasiz. Kartani olayotganda undagi barcha ma'lumotlarning ism, sharif, tug'ilgan sana to'g'riligini tekshirishni unutmang. Agar xato topilsa,
Darhol DXM xodimiga xabar bering. Ushbu bosqichlarni aniq bajarish orqali siz ijtimoiy himoya kartasiga osonlik bilan ega bo'lasiz va uning barcha afzalliklaridan foydalana olasiz. Xulosa va yakuniy chorlov. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi videomizda sizlarga 65 yoshdan oshgan fuqarolarimiz uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan ijtimoiy himoya kartasi va unga ariza berish jarayoni haqida to'liq ma'lumot berdim. Ko'rib turganingizdek, bu hujjat shunchaki bir plastik karta emas, balki sizning hayotingizni yengillashtiruvchi, moliyaviy barqarorligingizni oshiruvchi va turli imtiyozlarga erishish imkonini beruvchi muhim vositadir. Biz avvalgi qiyinchiliklardan, uzoq navbatlar va byurokratik to'siqlardan qanday qutulganimizni, yangi tizimning qanday qulayliklar yaratishini batafsil muhokama qildik. Shaharlarning turli nuqtalariga qatnab ovora bo'lishdan, pullaringizni ehtiyot qilish haqida xavotirlanishdan xalos bo'lishingizni, shuningdek kommunal to'lovlar, dori-darmon xaridlari va jamoat transportidan foydalanishda qanday sezilarli tejashlarga erishishingiz mumkinligini misollar bilan ko'rsatib berdim. Bundan tashqari biz kartani olishda uchraydigan istisnolar, tuzoqlar va noaniq nüanslarni ham atroflicha ko'rib chiqdik. Toki hech qanday kutilmagan vaziyatlarga duch kelmaysiz. Eng muhimi sizga qayerga borish kerakligi, qanday hujjatlarni tayyorlash lozimligi va arizani qanday to'g'ri to'ldirish kerakligi haqida aniq bosqichma-bosqich ko'rsatmalar berdim. Ushbu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Unutmang, vaqt juda qimmatli. Bu imkoniyatdan kech qolmasdan foydalaning. Agar siz 15 yoshdan oshgan bo'lsangiz, hoziroq harakatni boshlang. Agar sizning oilangizda yoki atrofingizda shunday yoshi ulug' insonlar bo'lsa, ularga bu videoni ko'rsating yoki uning mazmunini tushuntirib bering. Ularning hayotini yengillashtirishga o'z hissangizni qo'shing. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Ushbu ijtimoiy karta haqida qanday fikrdasiz? Bu sizga qanchalik yordam beradi deb o'ylaysiz? Agar sizda allaqachon bu karta bo'lsa, o'z tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlarga ham foydali bo'ladi. Videoga like bosishni unutmang va kanalimizga obuna bo'ling. Yangi va foydali ma'lumotlardan xabardor bo'lib turish uchun qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Sog' bo'ling.